Assalomu alaykum butun dunyo xalqi. Ronaldo dunyodagi eng buyuk futbolist. Bu umrbodlik odamlarning yuragiga juda yaqin. Haqiqiy juda muxlisi sanoqsiz. Buni nahotki futboliga, ehsonlariga ham besh ketamiz. Topgan pullari million dollar. Ehsonni ayamaydi. Musulmon bo'lgan o'ziga musulmonlikda oldi, alhamdulillah. Juda ko'p odamlar ko'rib, mana reklamani internetga ko'raman. O'zicha Ronaldo uni, Ronaldo hu, Ronaldo buni yo'q. Bu o'zini kuchi bilan, o'zini mehnati bilan erishgan. Vaqtiga kichkinaligiga juda qiynalgan, azob yegan, ayasi oddiy bir uborsa bo'lgan, farrosh bo'lgan. Bu Xudoning mo'jizasi. Bu islom dinini qabul qilgan. Agar haqiqatan ham shu Ronaldoni hurmat qilayotganlar bo'lsa, podpiska bosib, maksimal darajada boshqalarga tarqatinglar. Sog' salomat bo'linglar, ota-onalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Legenda Ronaldo.